Bugun ertalab mana shu yerda kelgan savolga hozir sizlar bilan birgalikda javob beraman. Nima deydi? Hamon oldi yaxshi gapira olmayman, uyda zo'r taylanib borsam ham, lekin hamon oldi fikrimni ochib bera olmayman. Xo'p. Birinchi navbatda fikringizni yetkazib bera olsangiz, bera olmasangiz tabassum qiling va tinglovchilaringiz bilan ko'z aloqasini o'rnatishga harakat qiling. Siz zo'r gapirib berishga majbur emassiz. Siz jurnalist, suxandon yo bo'lmasa aktyor emassiz. Siz shunchaki o'z fikrini aytib bermoqchi bo'lgan insonsiz. Kuchamang hammadan zo'r qilib beraman deb. Kuchamang hammadan hamma meni yoqtirib qolish kerak deb. Yo'q, hech kim sizni gaplaringizni olqishlashga, hech kim sizni gaplaringizni eshitishga majbur emas. Siz gapiring, boshqalar uchun emas, faqatgina o'zingiz uchun gapiring. Shunda sizga ancha yengilroq va osonroq bo'ladi va o'zingizni qiynamang. Umuman